Azlarim barchaga assalomu alaykum. Ayni damda muhabbat to'yxonasiga yetib keldik. Ushbu joyda yana bayram. Qadrdonlar, Xudo xolisa bugun shifokorlar kuniga juda ham katta bayram o'tkazilyapti. Hozir ushbu jarayon bilan men sizlarni tanishtirib chiqaman. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, mehnatimizni qadrlasanglar bitta like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Barcha bayramni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Qarang. Tekshirish savdo kamog'lari bu kishi ham vrachlar, taniganlarga Rashanbek vrach. Rashan, Sherzodlik ham joyda ekan, Sherzodlik. Mana men ayam, assalomu alaykum. Bayramingiz qutlug' bo'lsin. Sog' bo'ling. Yürü seni ham bayraming. Bayraming qutlug' bo'lsin. Sog' bo'ling. Bugungi bayram bilan barcha hamkasblarimni tabriklayman. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Har doim bayramda shunaqa ochilib, chiroyli bo'lib yurishlarini tilayman. Sog' bo'ling, charchaman. Absattor aka, assalomu alaykum. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Fursatdan foydalanib tabriklashingiz mumkin hamkasblaringizni. Hamma hamkasblarimni, doktorlarimizni, hamshiralarimizni bayram bilan tabriklayman. Nimadan doimo shaxshaq, doimo kayfiyatda ishlab yurishlarini so'rayman. Sog' bo'ling. Charchamang. Absattor akam taniganlar uzoqlarda filmni qoldirib yuborasizlar. Bashorat opa, assalomu alaykum. Bayramingiz qutlug' bo'lsin. Xodimlaringizni tabriklash imkoniyatiga egasiz. Xodimlaringizni tabriklang. Tibbiyot xodimlari kuni bilan barcha O'zbekistondagi tibbiyot xodimlarini tabriklayman. Shu qatori Mash'um tuman tibbiyot birlashmasiga yetayotgan hamkasblarimni ham tabriklayman. Hammalariga baxt saodat tilayman. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ustoz, assalomu alaykum. Bayramingiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Fursatdan foydalanib hamkasblaringizni tabriklashingiz mumkin. Bugungi kunda mana tibbiyot xodimlarimizga bo'lgan ehtirom, bir yilda bir marta tibbiyot xodimlari kuni bo'ladi. Aziz ustozlar, shifokorlar, hamshiralar va kichik tibbiyot xodimlarining bugun bayrami. Ilohim bunaqa bayramlar juda ham ko'p bo'lsin. Mana osmonimiz musaffo, zamonamiz bugun dasturxon, elga xizmat qilyapmiz. Yana ham shunaqa bayramlar ko'p bo'lsin. Ilohim tibbiyot xodimlari bayrami kuni bilan hamma tibbiyot xodimlarini tabriklayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'lasizlar. Aka, bayramingiz bilan tabriklayman. Akam bolitsiyada buxgalteriyada ishlaydilar. Bularni ham bayramlar aka. Sog' bo'ling. Tabriklayman. Ijtimoiy tarmoqqa chiqasan mana. Tabriklayman.
mashaqqat o'yinimizni darajaga ko'rsatamiz. Ruscha qo'shiqlar har xil qilib ko'rsatamiz. Marhamat. Davlat xayrixohlar hammalar. Mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli shifokorlar bayrami bo'lib o'tyapti. Uchqo'rg'onimizda muhabbat to'yxonasida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, eng yaqin qadrdoningizga jo'natib, bizga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Abdurasul aka, assalomu alaykum. Akam hozir ko'rib qoldim. Bayramingiz qutlug' bo'lsin. Sog' bo'ling. Shu fursatdan foydalanib hamkasblaringizni tabriklab qo'ysangiz. Hammalarini, meditsina xodimlarini bugungi kun bayramlari bilan, kasb bayramlari bilan tabriklaymiz. Hammalarining ishlariga omad, xalqning xizmatida charchamasdan, sihat salomatlikda shunaqa bayramlardan ko'p o'tkazaylik. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Qadrdonlar, akamlar haqida fikringizni izohlarda qoldirib olasiz. Bashor topa sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.